Ko'rinmayapti. Bo'pti, ol. Davay. Keyin bu yoqqa o'tib ketaman-da. Tak. Hammaga xayrli tong. O'rtoq aziz followerslar, mana o'zimiz ertalab soat 8 dan turmoqchi edik. O'zim ham 8 da turolmadim. Bunga ham rahmatilla ham kalla qo'ydi. Gaplarni itini eshitdi, lekin nima demoqchiman? Bugun o'zi bir boshqacharoq kontent olmoqchimiz. Bugun ozgina главный sponsor Aisha bilan nima parashyutlarda tashiydi-ku odamlar, o'shani bilasizlarmi? Parashyutdan oldin o'rganishadi, tagidan воздушный shamol beradi-da. Как это называется? Fly? iFly degan joy bor. O'sha yerga boramiz yanga bilan. Uchamiz, o'sha joylarni ko'rsataman. Hozir tez zavtrak tayyorlab bersa, uspet qilsak qildik, bo'lmasa puliga qo'yamiz. Так что shunaqa gaplar. Biz bilan bo'lib turinglar. Bu safar xudo xolasa ham boshqacharoq kontent qilishga harakat qilamiz. Shunday. Xudo xolasa zavtrak tayyor, to'g'risi aytsam rosa qiynaldik uyg'ongani, chunki kecha kino tushirdik Mortal Kombatga. O'tda soat 3 da chiqdik, uyga keldik va 5 da uxladi. Amallab zo'rg'a 8 da turmoqchi edik, zalga ham chiqa olmadim. 10 da turdim. Eshitdan kachirga o'xshab. Rahmat. Rahmat. Главный sponsor bizni har doim shunday mehr beradi. Qorni ochimasa, deydi-ki hammasi. Nima deydi? Yoqim ishtaha zavtrak yeb, sizlar bilan tez-tez gaplashib. Nimani gaplashaman, aytganman. Trading o'rganmoqchi bo'lganlar, trading kanalim, Telegram kanali nimada bo'ladi, profili tagida, video tagida. Instagramim. Nimaki qiziq narsalar kerak bo'lsa, hammasi o'sha profilimda tagida silkalar bo'ladi, o'tinglar. Kulli narsalar qo'yib boraman. O'tda endi chunki YouTube'da bir haftada bir marta video qo'yamiz. Gulsan, Abdullajon, Gulsan. Ruki у тебя золотые. Shirin qiladi ovqatda. O'zbekcha gapirishi yomon qiladi-ku, prosta uyalyapti kameraga. O'zbekcha gapir. Yomon gapiradi yangi o'zbekcha. Biz yomon erkalab qo'yadi. Prosta erkalab. Erkalab qo'ymaysizmi? Ertalabdan. Yanga. YouTube'da chiqmaysizmi YouTube'da? Chiqing, nima? Nima qildi? Sizni ham bloger qo'yamiz. Mikrofon дай тебе. Микрофон. А что? Ты же ворчун у меня говоришь, вообще to'xtamaydi, yomon gapiradi u. Bilmayman, kamera ko'rsa qochib ketadi. Bechorani ham qo'ymayapman, yur ertaga boramiz dedik o'sha yerga. O'zi menga booking qilayotgandi bu. Endi bu Serozero kompaniyada ishlaydi-da, o'shanga любой joyda skidkasi bor. Endi biznesmen baribir pulni tejash kerak-ku. Semiyni budjetda o'ylaydi-da bu. Qachon o'zi skidka bo'layotgan ekan u narsaga. Ikkita odamga necha pul to'ladi? 150 dollar pul to'ladi. Mirdiv degan mol bor. O'sha molning ichida. O videoda ko'rsatib boraman. Vaqtimiz kamligi uchun qayerdadir kesib qo'yiladi. Video yo'qotgan bo'lsa, men esimim shu ketib yotibdi, gapirishimni soqochasiga. Video yo'qotgan bo'lsa, like bosing, podpiska qilib qo'ying. Iltimos sizlardan. Men
qancha sizlar mani YouTube kanalim kuchayishiga sizlar sababchi bo'lasizlar. O'shaning uchun sizlardan iltimos qilib qolardim. Like, komment, yoqsa yoqmasa podpiska tashlab qo'yinglar. Podpiska tashlab qo'ysanglar, yangi videolarni birinchilardan bo'lib sizlarga chiqib keladi. VIP persona bo'lasizlar. Shunaqami? Shunaqa gapirish kerakmi? Ha, shunaqa. Ishni bu kelishdi, men YouTuber bo'lib ketaman. Men bolaman YouTuber qo'radi. Qolgan videolar yoqdimi? Osh haqida kam ma'lumot beribsiz deb sizlar oyliklarni aytib o'ting deb. Ofitsiantlar $2000 oylik oladi. Dubayda unaqa joy juda ham kam. Biz o'zga oylik rasxod o'sha oshchi restoranni men 500,000 dirham, 135,000 dollar atrofida faqat oylik tarqatamiz biz. Ya shunaqa. 40,000 dirham svet diva chiqib keladi. Diva, kandor, mandor. Endi yozda bilmayman, undan ham ko'p chiqib kelsa kerak. Ko'ramiz. Oshchi narxiga keladigan bo'lsak, себестоимость mana shu sostoyniyaga olib kelishiga $5,5 million pul ketgan. Xudo xolisa mana hozir bizga 2 yil bo'ldi. Bu 3 yil bo'ladi. Endi nasib xudo xolisa hammasi tinch bo'lsa, yana filialni ochamiz. Abu Dabida, keyin downtownda. Shunaqa gaplar. Eski videoda yo'qligi uchun hozir informatsiya berib ketyapman. Chunki u videoning o'zi ham juda ham ko'p bo'lgan, o'shanga hozircha harakat qilamiz. Tez gapirib, tez videolarni olishga. Mana hozir 5 soatdan beri завтракda 5 minut yeydigan odam 2 soat yeyapman. Shuning uchun пока что o'chirib turamiz. Mana tayyormiz, sekin ketyapmiz. Liftni yangi chaqirsin. Parallelni ko'rsatib ketamiz, qayerda nima-chu. Так что biz bilan bo'linglar. Bizning gastitsada kapsida odam to'li. Pianino o'zim o'ynab berardim, pianino agar ruxsat bergan. Tang'ir-tug'ir. Не выходи пока этот, я сейчас машину закажу, ты туда сядь. O'tiring. Yanga, xush kelibsiz. Bilsin meni uqajorligimni, men mehr berishimni bilsin bular. Bilsin. Biza ketdi. Paputi qolganini ko'rsatib ketamiz. 45. Qancha biz o'zi 11:40da o'tda bo'lishimiz kerak edi. No, videografga rahmat aytamiz. O'zi mana shu bola sababchi. Aytdi, yo'q, aybim o'zimda, o'zim turishim kerak edi. 8da turaman deb 10da turdim. Chunki mana hamma narsa kech qoldik. Yangi ham uyquchi, ikkalamiz 5da uxladi edi, chunki ertalab. Mayli. Bir amallab uspet qilamiz hozir, bosamiz hozir. Yo'lga tushib olsak bo'ldi, bu yog'iga 130. Radar yemasak bo'ldi. Bizning video kontentimiz nima bo'lmasa bo'ldi. Minusga ishlab qo'ymasa bo'ldi. Qimmatga tushib qolmasak. Mayli. Tezroq hozir yo'lga tushib olsak, hammasi cho'tki bo'ladi. Mirdivga endi baribir 311 ga tushib olish kerak edi. 311 ga qanday tushib olamiz? Nima bilanmi? Qaysi bil bilan yaqin ekan endi. Tak, Mirdiv, Dubay. Tak, 311 bilan yaqin menimcha. Yetib olsak bo'ldi. Bir o'zim borgim kelmadi. Kelin bolaga yur dedim, главный sponsorga. Bu ketishda hamma ish qilib banu. Nima rostdan ham главный sponsor bu ayol o'zi kerak, to'g'risi kerak, ya. Voy.
Yomon bo'ladi-da. Cheki cheki baba. Baba cheki cheki. Ey, yursang yur, yurmaysanmi? Man shu yo'lga turib oladi. Men shunaqalarni yoqtirmayman. Dubayda bor-ku. Ya o'zi 120 dan ko'p yurish mumkin emas, to'g'ri bu. Bunda yo'l bergisi kelmaydi. Hayron qolaman, bor-ku. Men unaqa bo'la ketishini qara o'la. Nima deymiz endi? Hozir biza Sheyx Zayed ro'ddamiz. Eng главный ro'd. Pulli, soqqani oladigan eng zo'r. Mana shunaqa bitta shunaqa yo'lim bo'lganda pulli milliarder bo'lib ketardim, bor-ku. Har bitta o'tadigan salik shu mana shu sekundiga pul topadi bu yo'l. Shunaqa yo'l, pulli yo'l. Shu Sharjaga boraman desanglar 4 ta salik bor. 4 dirhammi, hozir 5 dirhammi salik 5 bo'lsa bitta tarafga yurasizlar. Mana ertalab o'ylanglar, mana hozir men Dubayda yashayman. Sharjada, men Dubayda aeroportda ishim bor. Aeroportgacha 2 ta salik adashmasam. 2 ta. Aeroportda ishim borda, ertalab chiqib ketyapman aeroportga, qaytyapman. O'lchab to'g'ri 4 ta salik. 4 ta salikingiz 20 dirham, $5. Kuniga $5 da. 30 kunda necha pul bo'ladi bu? Bu 30 kunda $150 просто так salikka to'layapsiz. U yerda benzin yo'q. Salik ya'ni o'sha yo'lni nalogi. Zo'ra soqqa qilish. Mana shunaqa yo'lim bo'lsami? Zo'r biznesda, rahmatullah, ishon. O'zbekistonda yo'q. Bu juda ham kuchli biznes bu. Bunaqa biznes uchun davlat ruxsat berishi kerak. Bu davlat o'ziga byudjetiga tushadigan pul. Endi men eshitishim bo'yicha bular kompaniyalar bor. O'sha kompaniyalar nima qilgan? Ya'ni kompaniyalar bor, o'sha davlat bilan kelishib o'ziga yo'l quradi-da, qanaqadir bir foiz oladimi shunaqa? Yana bilmadim. Ha? Nima tizimi? Ha-da, bu yerda mumkin bu yerda rasmga olish qanaqa? Bundoq rasmga qaysi? Ha, tizimmi? Tizim qimmatda. Endi nomerdan o'sha salik manimda turadi. Bu yerda agar mashina endi salik bo'lmasa, mana mashina yangi mashina olding salik qo'ymasang, shtraf uradi bir haftadan. Shunaqa esimda yo'q to'shni. Esimda birinchi mashina olganimda o'zim o'sha nima Range Rover SVR olganman 2017-yil. Eslayman. O'shanda bir haftada qo'yib qo'ygan salik qilgan deyishganda, salik sim kartaga o'xshagan narsa, o'shanga pul tashab qo'yasan, yuraveradi. Agar hozir mana salik bo'lmasa, salikdan o'tib qo'ysang, ya'ni nima? Salik degani o'zi soliq-da. Mana bunda o'qisang mana soliq. Tushunsan? Bular arablar baribir biz bilan tili bir pashti o'xshaydi bir-biriga. O'sha soliq degan. O'sha agar shotingda puling bo'lmasa, например, o'tib qo'yasan-ku, 50 dirham yozadi-da. Bitta o'tganing 50 dirham $13 pul yozadi. Представить qil. Buncha soliq turishga, salik solib turish kerak ichiga. Mostrada radarlar yo'q. Agar yon atrofingizda o'sha nimalar bo'lmasa, politsiyskilar smart polislar yuraveradi bu yerda. Nimalar? Mashinada, politsiyskiy mashinada, ular politsiyskiy mashinasining ham ichida radar bor-da. Например, mabodo ham deb o'ylanglar, nima nishtatskiy ham yuradi-da, ichida kamerasi bor. Mashinani shunaqa mashina, bilmaysizlar to'shdi u politsiyskiy. Ichida bari kamerasi bor. Marina. Все, keldik. Tushinglar. Jimchi. Bir xil mashinalarga o'rganib qo'yganman-da, shuncha esimdan chiqib qoladi o'chirib qo'yish. Ben keldi. Ishqilib so'radi u resepsiyondan to'g'riga 10 ga dedi. Hozir amallab yetib olsa bo'ldi. Все. Marina. Keling yangi.
Keling, orqangizdan oladi. Hech xavotir olmang. Siz ko'rsatmaymiz hech kimga. Sizni bekitamiz. Ko'rsatmaymiz endi buni. Shunaqa olib yuraman bekitib. Yoqtirmaydilar. Ishqilib buni youtuber qilib yuborishim kerak-da, bori. Youtuber qilmasam bo'lmaydi. Ishqilib shunaqa. Yuring. Karaoke kiramizmi? Что за соко? Karaoke, dinner games, voy-vo. Ha, ona. iFly. Ishqilib, чтобы нас booking. Ha, havoda uchadi. Ko'rsatib qo'yarsan. Вроде дети там. Ishqil, надеюсь, для у нас не отменили. А ну-ка. Давай, Янга. Ты только вперед смотри, назад и смотри. Оп. И все будет нормально. Marina. Where is the reception, Marina? Okay, so much. You can join 1 o'clock. Starting 1 o'clock. Yeah, Okay. because 12 already started with other people. I will let you join 1 o'clock. Can I see the booking, please? Yeah, sure. Okay, 764. It's fine, guys. We'll fly, both of you. Yeah. Okay, please. Same number, ma. Okay, thank you so much. Короче, bizni 2 minutli olib qo'ygan ekanmiz, chunki couple paketini oldik. Couple paket, ya'ni sevishganlar paketi o'ta standartniy bo'lar ekan, 2 minut. Agarda qo'shtirmoqchi bo'lsanglar 50 dirhamdan to'laysizlar. Bu 50 dirham degani $13. Endi hozir bir qo'shtiramiz. 4 minut xohlayotgan bo'lsam 200 dirham. $60 yana to'layman. 4 minut maza qilib uchish kerak. Endi kelganga yarasha, to'g'rimi? Nima deydilar? Hozir endi kelin bola registratsiya qilib olsa, sekin bosamiz. Shunaqa gap. Полный период ko'rsatamiz. Endi sal kech qolganimizga soat 1 da deyapti, 1 da uchsa, o'ylaymanki, uspet qilamiz, chunki главный sponsor ishi bor. Ishga olib borib qo'yish kerak. Shunaqa gap. Rahmat. Registratsiya qilib olsak, o'tda registratsiya savolli bo'lar ekan. 115 kilodan ko'p bo'lsang ucha olmaysan. Bu joying singanmi? Singan bo'lsa ham sinmagan deyapman. Chunki 2 marta o'tim singan, qo'rg'a singan, qo'l singan. Keyin еще какие вопросы? Ну, только о весе. Все, ish qilib amalladi uka. Emergency контакт номер, если кому напишет. Da. Nimadir bo'lib qolsa kimga telefon qilish kerak? Mabodo uchib ketsangiz tepaga. Shunaqa. Ish qilib shunaqa. You'll go direct office. Okay, thank you. Короче, bizga aytishdiki, birdan kech qolmanglar. Hozir kofe ichinglar, uyqimiz kelyapti. Kofe ichmasa bo'lmaydi. Shunaqa, sekin ketaman. Ves Magic'da bu. Bolalarni olib keladigan joy ekan, lekin bolalarni olib kelib aylantiradigan joy. Bu boshqa Magic'larga borgani bunisi kelmagan. Bu katta ekan. Shunaqa gaplar. Если что, Dubayda oilaviy kelsanglar, bolanglarni olib kelsanglar bo'ladi. Lekin aytib qo'y, chopadigan joy. Soqqaga rosa chopadi bu. Soqqani yaxshi ko'radi bu. Ketdik kofega. Yangi Arabika degan kofega ketyapmiz. Polga bormoqchi edik, Arabika kofe ichar ekanmiz. Mayli. Nima deymiz endi? Sir, do you have our loyalty card? This one? We give you one, sir? Yeah, give me. Here you go from this side, sir. To'ldirsanglar tekin beradi. Okay. Thank you. So, rahmat. Endi kutamiz, endi mana bitta berish kerak. Bo'la, oy. Oyoq og'riyapti, kecha trenirovka qildim. Oyoqlarim shunaqa og'riyapti. Hali yaxshilik bo'lsin. Tak, 85 dirham to'lan, $85, 25 dollar atrofida. Ating lekin zo'r kofe bu ham. O'zi polga bormoqchi edi, yaqinroq ekan, shuni ichadigan bo'ldi. Bitta hozir banana cheesecake bilan urib yuborsam, bitta bo'shatib chiqib, keyin ichamiz. Shunaqa ekan. Bu o'zini yopib bermas ekanda bular. O'zini yopib olaman. O'zing yopib ol degan variant ekanda bular. Ha, opangizni
hurmat qilay deydimi, nima deydi? Shu aytdim nimangga? Yangangga, "Yo, polga boraylik, o'zlari shunday olib kelib berib, ichirib ham qo'yadi" dedim. "Ya, обязательно mana shu да. Потом посмотрим. Да, и купим. Это же круто". Ay. Sesida. Ishqilib video olar ekanmiz endi. Bizga video ko'rsatar ekan. Nima? Qanaqa uchamiz? Qanaqa uchadi o'tdi. My name is Abdurrahman. I need to know if you have a shoulder dislocation, neck pain, backache, or lower back. Kaka, qanday? Yaxshimi? Amal. Endi bekitdik. Mana biz tayyor уже. Ko'tim yorib olishga. Boshlaymiz. Qanday turibdi? Yaxshimi ustimda? Tinchlik bo'lsin-da. Super adrenalin motion. Your variation, короче. Gap bilan. To'g'risi aytsam, menga bu birinchi marta emas, aytdim men unaqa особо vahima bo'lgani yo'q. No. Bilmaymanki, sizlar kelsanglar, menga birinchi marta ushlashib, unga sal qiyinroq bo'ldi. No. В принципе, нормально, o'rgansa bo'ladi, qilsa bo'ladi. Unaqa vahimali joyi yo'q. Bolalar ham, yosh bolalar ham uchyapti. Davleniya kuchli. No, lekin stoyt bunga kelgani. Men unga kelmoqchiman. Обязательно, chunki men saltala otishni o'rganmoqchiman bu yerda. Xudo xolasa, nimasi bor ekan, shkolasiga обязательно kelaman. Hammaga rahmat, sizlarga yoqqan bo'lsa like, komment, podpiska tashlab qo'yinglar. Shunaqa qiziqarli narsalardan ko'proq olishga harakat qilamiz. Hozir ichidagi bo'layotgan videolarni ham olamiz. Xudo xolasa, ukamiz montaj qilib beradi. Moshni adrenalin, kayfi yomoni, ishoninglar. Nasha chekkanday kayf deydi. Nos kayfidek kayf.
Shunaqa gap. Hammaga rahmat.